Jasmin Trans qaytdimi? U endi kimga aylanmoqda? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bir paytlar jonli efirda chiqishlari, so'zlari, hatto liboslari bilan ham muxlislarni hayratda qoldirgan bu shaxs birdaniga jim bo'lib qolgan edi. Hamma Jasmin qayerda, nega yo'qolib qoldi, unga nima bo'ldi deb so'ray boshladi. Bir paytlar Turkiyada hibsga olingan degan mishmishlar tarqaldi, lekin hech kim buni tasdiqlay olmadi. Jasminning o'zi ham sukut saqladi, ammo endi oradan oylar o'tib u yana paydo bo'ldi. Tarmoqlarda tarqalayotgan yangi suratlarda Jasminni butunlay boshqa qiyofada ko'rish mumkin. Endi u na sahnada va na intervyuda, balki moda olamida. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Jasmin Trans endi modellik bilan shug'ullanayotgani aytilmoqda. Suratlarda u nafis liboslarda go'yo moda podiumida turgandek jilmayadi. Ba'zi kadrlar esa ustaxona ichida matolar va chizmalarga to'la stol yonida olingan. Muxlislar orasida bu rasmlar O'zbekistonda olingan degan yozuvlar tarqalyapti. Ammo ayrim manbalar bu Dubayda yoki Istanbulda olingan deya da'vo qilmoqda. Eng qiziq joyi esa rasm ostida yozilgan bitta sirli jumla. Qaytish bu hamma narsani yangidan boshlash demakdir. Shundan so'ng intervyuda yangi taxminlar boshlandi. Kimdir aytayapti, Jasmin sahnani tark etib, endi moda dunyosiga kirib kelmoqda. Boshqalar esa yo'q, bu shunchaki yangi klip yoki imij o'zgarishiga tayyorgarlik deya yozmoqda. Lekin bu voqea bilan bog'liq yana bir qiziq mishmish bor. Go'yoki Jasmin so'nggi marotaba Munisa Rizayevaning tug'ilgan kunida ko'rinish bergan. O'sha kechada u kutilmaganda paydo bo'lgan, ammo hech kim bilan uzoq gaplashmagan. Ertasi kuni esa go'yo havoga singib ketgandek g'oyib bo'lgan. Ayrim mehmonlar hatto shunday yozishgan. Jasmin o'sha kechada g'amgin edi, nigohi boshqa edi. Bu paytda esa Jasminning o'zi sahifada faqat bitta so'zni yozgan. Ba'zan haqiqatni aytgan odam jim bo'lishga majbur. Bu so'z muxlislarini larzaga soldi. Kimni nazarda tutgan va nima haqida, kimni ogohlantirmoqchi hech kim bilmaydi. Shu orada ayrim shou-biznes doiralarida Jasmin Trans qaytishda Munisa Rizayevaning qo'li bor degan mishmishlar ham tarqaldi. Go'yoki Munisa unga sahna orqasida yordam bergan, yangi imijni ham aynan u bilan kelishilgan. Bugun esa Jasminning yangi suratlari, yangi gapi, yangi nigohi yana bir savolni uyg'otmoqda. Bu qaytishmi yoki ogohlantiruvmi? Bir narsa aniq, Jasmin Trans qachon paydo bo'lmasin, u shunchaki inson emas, u hodisa. Va bu safar ham u qaytganida butun O'zbekiston yana faqat uni gapiradi.